Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Bugungi ovqatimiz nima topinglar? Bugungi ovqatimiz qo'y yog'i, qo'y go'shtidan bo'lgan go'sht hamda piyoz. Boshqa narsa solmadim. Kartoshka solmayman. Kechqurunga og'irlik qiladi. Hamda unga ozginagina soyavoy masla sovardim. Qarabsizki, shunaqangi shirin piyozni serpiyoz qildim. Chunki o'zim piyoz yaxshi ko'raman. Mana qo'y go'shti, qo'y yog'idan pishgan go'sht patsi. Kelinglar, kechqurunga yumshoqqina qilib go'sht pishirgim keldi. Parre qilib kesdim va pishirdim. Buni endi dimlab qo'yamiz. Ozgina zira soldim. Dimlab qo'yamiz va pishgandan keyin dasturxonga tortib mazza qilib go'sht patsi qilamiz. Nima deysizlar? Yoqimli ishtahalar. Qani kelinglar, kim bor? Kecha grechka qilganda hamma grechka biza ham yegimiz kelib ketdi. Ishtahamiz ochilib ketdi deydilar. Mana hozir endi go'sht qovuryapman. Buni ham ko'rgandan keyin ishtahanglar ochilib ketadi. Kelinglar. Mana. Hozir bu endi shunaqangi shirin bo'lib pishyapti. Hidlaringizdan, sizni hidlaringizdan. Soya sosiyla shunaqangi maza beradi go'shtga. Mana. Go'shtimiz pishyapti. Yoqimli ishtahalar sizlarga ham, menga ham. Sizlar nima ovqat qildinglar? Kim etadi?